Assalomu alaykum bo'lajak kanadaliklar. Keyingi 3-5 daqiqa ichida sizga Kanada vizasining tarkibi bilan tanishtirib chiqaman. Muhim joylariga e'tiboringizni qarataman. Keling, mana bu viza bilan tanishib chiqamiz. Bu mijozimizga olganim multiple viza, ya'ni ko'p marta ishlatiladigan viza. O'zbekiston fuqarosi va Kanadaga kelishni rejalashtiryapti. Mana shu vizani shakli, umumiy shakli mana shunga o'xshash bo'ladi. Boshqa stikerlar yo'q. Eski vizalar bor, salgina ko'rinishi boshqacha, lekin ularni deyarli hammasini muddati o'tib ketgan. Sizni aldanishingizga ehtimol yaratishi mumkin, chunki eski vizalarni ham ko'rsatib hozir odamlar pul olishga harakat qilyapti. Chunki o'sha eski vizalarni stikerini soxta stikerlar sotish juda ommalashgan bir paytda yashayapmiz, ehtiyot bo'lasiz. Vizani shakli mana shunday bo'ladi. Men endi kerakli shaxsiy ma'lumotlarni olib tashladim. Sizga agar qulay bo'lsa, kattaroq ekranda ko'rsangiz yaxshi. Savol va izohlaringizni pastda kutib qolaman. Oddiy ma'lumotlardan boshlaymiz. Varshavada berilgan, chunki Kanadaning Varshavadagi, Polshadagi elchixonasi O'zbekiston fuqarolariga qaraydi va 12 ta boshqa davlatga ham qaraydi. Sizni butun hujjatlaringiz O'zbekistondan topshirsangiz, Varshavaga kelib tushadi. Demak, Varshavadagi elchixona bergan, muddatini ko'ryapmiz. Bu 19-noyabrdan 2025-yildan to 19-noyabr 26-yilgacha 1 yillik vizalar berilyapti hozir yoki 6 oylik vizalar berilyapti. Agar 1 yillik viza bersa, mana shunaqa multiple viza beradi, ko'p marotaba kirib chiqadigan. Agar 6 oylik bersa, u single entry, ya'ni bir marta kirib chiqadigan viza bor. Mana shu muddat ichida Kanadaga kirishingiz kerak. Agar Kanadaga kirsangiz, kirganingizdan keyin 6 oygacha yurishingiz mumkin. Kanadaga kirganingizdan keyin sizga bitta pechat uriladi, nimani chegarada va o'sha kundan boshlab 6 oy qolishingiz mumkin. Mana multiple degani bu ko'p marta kiradigan viza. Hujjatning, dokumentning, mana shu vizaning nomeri ham bor. Buni ozgina o'chirishga majburman, chunki shaxsiy ma'lumot bu. Hujjatning nomeri mana shu Y bilan boshlanadigan raqam. Visitor degani bu mehmon vizasi, ya'ni turist viza biz bilganimiz. Buni kodi bor, visitor vizalarning kodi V1 deyiladi. Bu yerda albatta eng muhim ma'lumot mana shu qizil burchakdagi ma'lumot. Nima uchun bu ma'lumot muhim? Bu unique client identifier deyiladi. Bu o'zbek tiliga tarjima qilsak, betakror raqam, ya'ni insonga berilgan, Kanada tomonidan sizga berilgan takrorlanmaydigan bir raqam. Boshqalarga bu raqam berilmaydi. Sizni Kanada mana shu raqam bilan taniydi. UCI nomeri bilan taniydi. Bu raqam bilan sizni nazorat ham qiladi. Kanadaga keldingiz, qanaqa balki qochoq statusiga topshirdingiz, unda siz UCI nomeringizni qarab chiqadi. Shu bilan birgalikda bitta narsani aytib o'tmoqchiman. O'zbekistondan kelgan UCI'lar qay holatda Kanadada yuribdi, buni Kanada 100% ko'rib turadi. Ular nima qilishdi, chegaradan chiqib ketishdimi, Kanadaning ichida qoldimi? Chunki mana bu UCI bilan kirgan mehmon inson 6 oydan ko'p tura olmaydi, to'g'rimi? O'shani nazoratini olishadi. Mana shu UCI nomeri bilan sizni taniydi. Ismingizni Alijon, Valijon deb tanimaydi. Mana shu UCI nomeri har doim siz bilan hamrohda bo'ladi. Mana shu raqamlar, mana shu ma'lumotlardan iborat Kanada vizasi. Siz albatta ehtiyot bo'lasiz. Sizni UCI nomeringizni ostida qanaqa ma'lumotlar Kanadaga berildi. U ma'lumotlar saqlanadi, har doim turadi. 5 ta davlat bir-biri bilan ma'lumot almashadi. Bu Kanada, Amerika, Avstraliya, Angliya va Yangi Zelandiya. Mana shu UCI nomeri bilan va sizning barmoq izlaringiz bilan 5 ta davlatning bazasiga kirasiz degani bu aslida. Shuning uchun sizni nomingizdan norasmiy agentlar yoki qaysidir konsultantlar yoki viza yordamchilari, vizachilar qanaqa ma'lumot beryapti, buni siz kontrol qilish mas'uliyatidasiz. Ayta olmaysizki, mana bu meni o'rnimga buni aytgan ekan, bu meni o'rnimga buni aytgan ekan deya olmaysiz. Agar bu masalada savol va mulohazalaringiz, fikrlaringiz bo'lsa, albatta izohlarda kutib qolaman. Agar bu ma'lumotlar sizga yoqqan bo'lsa, boshqa